GT Pro modelimizda sabz boya gapkilab o'rnatib berildi. Qaychilari ikkita 188 Bayo modellarimizda bugun o'rnatib berdik. Buni o'rnatib berish aytilgan edi. 704 modellarimiz. Umid opa, mana akay zakaz qilgan mashinkamiz keldi. Sizga kattakon rahmat. Mana akay bonusiga o'tiklar beribsiz. GT U5D. Honda Jack A4S modellarimiz o'rnatib berildi. Bugungi savdomiz hammasi Bayo. Original Bayolarimiz. Boysun bo'ladi. Hamda bizga keyingi tovar Bayo original GT 180 modelimiz Angor tumaniga bo'ladi. Keyingi videolarimizda o'rnatganlarimizni qo'yib boramiz. Bizni kuzatib boring.